Bilasizmi, o'zi ayol kishi qachonki buni siz hozir aytganday bo'ldingiz, bundan oldingi savolda qolib ketsa orqada erkakka уже energetika yetmaydi. Bilasizmi shuni? To'g'ri. Уже boshqa ya'ni kuch, energiya yetmasligi boshlaydi. O'shaning uchun nima qilish kerak ayol? O'qish kerakmi, o'rganish kerakmi, o'z ustida ishlash kerakmi? Uyda o'tiribdi lekin. Bunaqa ayollar ko'p. Erkakga energiya yetmayapti. Fikrlash uchun, o'sha bir xil darajasi bo'lishi uchun demoqchiman har tomonlama. Qadimgi davrda ayollarni faqat o'zini ustida ishlatish va o'qitish bilan tarbiyalangan ekan. Ya'ni ularni sog'lom bo'lishi, ya'ni sog'lom farzand dunyoga keltirish uchun ularni sog'lom bo'lishi va ularga erkak kishiga qanday munosabat qilish, erkak kishini oldida o'zini qanaqa tutish, ayollik jozibalari haqida, onalik uchun ham loyiq bo'lish kerak ekan. Ya'ni qilli, kuchli, bilimli, saviyali, farosatli ayollardan shunaqa yetuk farzandlar tug'ilgan ekan. Shuning uchun sog'lom kelajak uchun shunaqa ayollarni tarbiyasiga juda katta e'tibor berilgan oldin. Faqat ular ayollar o'qigan, o'zini ustida ishlagan va o'ziga qaragan doim, xohlasa farzandini tuqqan, hattoki emizmasligi ham mumkin ekan. Ularga boshqa enaga yollab qaralar ekan, chunki ularning qaddi qomatini asrar, eri uchun loyiq bo'lishi va turmush o'rtog'i uchun fikr almashib, munosabat bildirib, ular bilan gaplashib o'tirishda fikrlar to'qnash kelish uchun bilim darajalari yetarli bo'lishi uchun ayollar faqat o'zini ustida ishlab, bilim berib, ularga shunaqa munosabat qilingan. Va yillar o'tganki, ayollar bizdan o'zbeklarda deymizmi, boshqacha bo'lib ketgan. Ya'ni ayollar farzand tug'adi, ularni emizadi, bolalarga qaraydi, oilada ishlarni qilish kerak yoki kelinlik qilish kerak, boshqa xizmatlar bilan ovqat oziq, boshqa qaynonani xizmatini qilish kerak. Qaynonani xizmatini qilish kerak deb ayollar umuman teskarisi hozir boshqa urovingga tushib qolgan. Endi albatta u tashvishlar bilan ovora bo'lgan ayol eri bilan hamfikr bo'lishga va u bilan o'tirib shu nimalarnidir hal qilishga kuchi ham yetmaydi, energiyasi ham yetmaydi, bilimi ham yetmaydi. Qayerdan oladi? Uni qilayotgan ishi ro'zg'or ishlari. Eriga bu ishlarni qizig'i yo'q, chunki bu ayolning vazifasi, u o'zining ishlarini qilib o'tiribdi deb o'ylaydi. Endi ozgina imkoniyat berilsa, agar erkaklar shuni tushunsa, bir-biri bilan tushunib, haqiqiy ayolini hayotda haqiqiy partnyor, mani sherigim, mana shu oilada, mana shu oilani shunaqa tortib ketamiz, mani turmush o'rtog'im deb qabul qilgan erkak ayolni o'zini ustida ishlash uchun sharoit yaratib beradi, uni ozgina qo'llab-quvvatlaydi, ozgina uy yumushlaridan yoki bolani juda ham tarbiyalaridan, masalan, bog'cha yoki ayrim paytlarda enaga yoki uyda qarashadigan yordamchi nimalardir qilib ayolini qaysidir ishlardan ozod qilsa, ayol o'zini ustida ishlashga ham vaqt topadi. Onlayn kurslar masalan, offlayn bo'lsa ham haftada yoki 1-2 marta yoki har kuni 1-2 soatdan. Ana shunda o'zingizga partnyor tayyorlaysiz 2-3 yilning ichida masalan. Vaqt ketadi to'g'ri, lekin siz o'zingizga haqiqiy turmush o'rtoq, siz bilan kelajakda bir umr qariganingizda ham yoningizda, doim yoningizda bo'ladigan haqiqiy o'sha kuchli hamsuhbat, maslahatdosh, fikrdosh tayyorlay olasiz. Erkakni roli katta, uni podдержкасы, ya'ni yordami kerak bo'ladi. Ayollar xohlasa ham ruxsat bermaydigan erkaklar bor-da hozir. Uni vazifasi boshqa deb o'ylashadi. Lekin bilishmaydi, eng agar to'g'ri maslahatgo'y, eng haqiqatda qaraganda o'shani yonida turib beradigan turmush o'rtoq hisoblanadi bir-biriga. Chunki ota-ona ham o'tib ketadi, farzandlar ham o'zi bilan ketadi, kimgadir turmushga chiqib ketadi, kimgadir uylanadi. Sizni yoningizda qoladigan haqiqiy o'rtog'ingiz bu turmush o'rtoq hisoblanadi. Erkakga ayol, ayolga erkak. Ana shu bir-biringizni to'ldirib, bir-biringiz kuchli bo'lsangiz, bir-biringiz har tomonlama mukammal bo'lsangiz, bir umr ana shu bir-biringizdan ko'nglingiz to'lib va hamma o'sha maqsadlaringizga erishib yashayverasiz.